Mana shu kvartirani qilayotganimni egasi vitse-prezident tretий лиц. Именно mana shu stroykaniki. Kelyapman, договор qilyapman, o'qiyman, studentman deyapman. Dogovorimiz keldi, smetana berdi, hammasi yaxshi. Buni bundayroq qilaman, что mana ko'ringlar, qaysi universitetda o'qishi, mana pechatli rasmlari o'zlari. Mana ikkinchi kursi. Bu santexnikani ham o'zingiz qo'lingiz bilan terasiz kafeli bilan, ha? Lично o'zim qildim. Unitazga o'ldim. Omni unitas. Ana bu hamma ustroystvasi bor ekan. Mana bunga ham o'ldim lekin aka. Juda chiroyli teribsiz. Rучная работа mana bu. Tagida mebel bo'ladi, подсветка, kabellarimiz chiqazilgan aka. Mana bu kuxnya гостиная, men как tushunishim bo'yicha. Shunaqa. Bu yerda bir 25 santimetr qoladi, dальше shtor. Buyog'i kuxnya, oxirigacha. Bu xonamizga kiramiz. Bu взрослый детский deymiz buni. Katta qiz uchun qidiryapti-da. JK juda chiroyli JK. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu kichkina детский bo'ladi bu. Yes. Bu yerdan уже bir stoykasidan olib qo'ydik. Bu kamin. Rучнойmi siz ishlaysiz? Rучной работа bu. Bizda ko'p so'raydi-da, o'qiganmisan, deydi, diploming bormi? Tushunasanmi stroyka deydi. O'qiyotimiz bir og'iz aytaman-da, studentman, строительствоga o'qiyman desam, "O" deydi. Xursand bo'laman agar Preobrazovание kompaniyasi orqali mana shunaqa odamlarning hayoti yaxshi bo'lib ketib, oramizda ko'p bizni stroykadan kuzatadigan odamlar bor. Kimgadir sizni uslugingiz kerak bo'ladi. Telefon nomerim 8968 388 48 99. Aka komandangizga oling deydigan bo'lsa Malyar kerak aka. Malyar kerak. Yana kim kerak? Shpaklovka qilaydigan. Agar zo'r bosaman desa, mayli kafilchi ham meni Berasiz. ishlatmaydi. Telefon qilib, "Po faktu aka men tayyorman, ishga kelaman" deysizlar, 100ma 100 gaplashasizlar.